Assalomu alaykum echki ishqibozlari. Yana toza poroda echkilarni sotishda davom etamiz, xudo xolasa. Bu echkimiz yangi tuqqan sutli echki. 40 kun bo'lgan tuqqaniga. Shoxlari kuydirilgan. Alpin echki mana. Ikkinchi tug'ish. Bir qiz, bir taka tuqqan, bolalari sotilgan. Hozir o'zini sotamiz, xudo xolasa. Bo'ylari 75 sm va tishlarini ham ko'rsatamiz, yelin formalarini ham ko'rsatamiz. Sutlari juda qaymaqli, shirin ekan, xudo xolasa. Sog'ilishlari ham juda oson. Yelinlari zo'r ekan. Jonivor mana chiroyli narsa. Bo'ylari 75. Yelin formalari vobshe zo'r, xudo xolasa. Jonivorni so'skalari ham juda zo'r, sog'ilishi oson mana. Qo'l bemalol. Mana tesa sut chiqib ketyapti. Bunisida ham zo'r. Juda oson. Jonivor. Arqa tomondan ham oling. Yana jonivor. Ikki yarim litr. 2,5 litr suti bor, 2 litrga beraveramiz. Qaymaqdaqa suti zo'r ekan, xudo xolasa. Tishini ham ko'rsatib qo'ying. Jonivor tishlari. Jonivor. Yeri bo'lmadi. Jonivor. Yeni bo'lmalar. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Kim olsa ham baraka topadi, xudo xolasa, sutlarni ichib, maza qilib, roza kunlarda, xudo xolasa. Suti shakar solib qo'ygandaqa shunaqa shirin, qaymaqli ekan. Jonivor.